Bugun bizda mahalladagi bolalar bilan penalti challenge, yutganga esa xohlagan sarakandoshga butsisi. Bugun priz bitta emas, bugun priz naq 4ta o'rin bo'ladi. Finalga chiqqanlarda o'sha железный sovrini bo'ladi, ya'ni prizi bo'ladi. Shu bilan to'rga xohlagan formasi, ikkiga xohlagan koptoga, birga esa xohlagan butsis davo. Mana bolalar ko'ryapsizlar, bolalar нереальный заряженный, hammasi davo yoraman deb turibdi. Endi ko'ramiz. Hozir kichkinadan boshlab kattagacha ko'ramiz. Priz esa faqat 4ta. Unda let's go! Yo'lda kattalar ham bor. Kattalarga sal qanaqadir nyuanslari bo'ladi. Uni video davomida tushuntirib o'tib ketaman. Final challenge boshlandi. Hozir bitta boladan chiqarib yuboraman. Juda slabo bolalar. Tepi bo'lgan bo'lsa, chiqib ketaversin. Davay! Urmasang-chi, buting yo'q qo'ramiz. Urmasa. Nima? Verimmisan? Veramiz. Davay. Bizda birinchi polfinalchi bor. Butsisini ham yoqmaydigan bo'ldi batishgan. Kutilmaganda rasabitsa qilgan paytim birashga uzib qoldi. Hozir tushishlar uchun men ikkita polfinalistni o'sha железный xohlagan formasi bor. Voy. Keyingisi. Voy. Ikkita kimdir gol ursin, bo'ldi. Polfinalda boshlaymiz. Layur, yarim final. Shu bo'ldi, bilmayman. Yaxshi. Uchinchi polfinalchi ham bor. Yana bir kishi qoldi. Gol ursang, ukam polfinalda boshlaymiz. O'sha gol ursang, o'sha bitta priz yutding degan. O'zingni qo'lingda hamma. Kattalar ham tepadi, faqat bilan futbolchi. Shuning uchun nechasini bo'lmasligi uchun bilan 16 ni liyasin tepadi. Ziki. Tamam bo'ldi, oxirgi Ziki. O, bratishga birinchi, bu ikkinchi, bu uchinchi. Bulardan eng qiziq hozir bratishga. Mana bu sen ursang, ukam hozir oltidan. Bo'ldi, qo'yasiz. Men bilan uxlaydi-da. Krayga deb. Yo'q. Bratishga urdi, o'sha polfinalchi bizda aniq bu. Xo'p, mana bizda ana shu polfinalchilar. Bularda o'sha bittadan железный forma bor. Ya'ni o'sha sizlar hozirda o'zida priz bitdinglar. Qolgan komandalarni formasidan olasizlar million brenddan. Faqat главный priz uchun kurashadilar. Qara, hozir gol ursang, o'sha как minimum kopda yutgan bo'lasan. Как minimum. Bo'lmasa, forma ham yomon emas. Birinchi ishtirokchi ura olmadi. Ismi nima edi? Ibrohim. Chu, forma bor. Endi ikkinchisini ko'ramiz. Mashg'ulot etdim men. Sen bo'ldi, piki shu dedi. Bitta odam gol ura olmadi hozir. O'zingni qo'lingda hamma narsa. Ishoninglar, qish ketadi deb o'ylab atalab o'tirganman. Birashga gap olib qo'yman buni. Qara, hozir sen как minimum kopto yutding, o'sha finaldasan. U ma'mi bolaga bog'liq. Agar ma'mi bola ham ura olmasa hozir, mabodo futbolist bola. Birashga xolagan butchisi yutgan bo'ladi. Mana ura olmasa futbol tugatur. Shu. Urmaysan. Ana, urgim kelmayapti shu bola. Butsi berasanmi shu bolaga? Respekt bo'la. Berish kerak. Berish kerak.
Uje bizda chempion bor, Bundesliga egasi mana yutdi. Hozir endi Interga hali ham bor. Ikkinchi o'rin uchun 3 ta finalist kurashadi. Bunday bo'lsa respekt, bunday bo'lsa qara, kameraga yetibsan-ku. Sen lучший forma olganda, men bitta kichkina kopta uchun kurashdim. Tushundingmi? Dashar uni respekt qil. Respekt qiling. Qarsa bolalar. Gapirgan, молодец. To'sat qo'yay. Voy. Sen bitta forma yutding-a? Senga o'zi kopta qiziqmi yoki formami? Forma. Sangachi? Katta. Bittadan ura olmadinglar, menimcha ura olmasanglar ham kerak. Kim bilan men chunki qizib oldim. Senga forma olib beraman, tipa sen 3-o'rinni olgan bo'lasan, sen 2-o'rinni olgan bo'lasan, tipa o'zaro. Bo'ladimi? Shunga rozimisan? Sen ham rozisan. Bo'ldi, bolalar. Qarsak, mana bizda hop bolalar, mana bugungi penalti chelishimiz tugadi. Mana Bratishkamiz chempion bo'ldi. Qarsak. Bratishka rozi bo'lgan holda, o'zaro kelishib olgan holda koptoni olib ketdi. Qolgan ikkita Bratishkalar esa xohlagan formasini tanlab oladi. Shunaqa formatdagi video yoqayotgan bo'lsa, обязательно kommentariyada yozib ketinglar, like ni maksimalni bosinglar bolalar. 5000 ta like chiqishi bilan mo'sh sizni mahallangizda qilamiz. И обязательно stadionda ham yozib ketinglar. Keyingi safar qaysi mahallani polisiga borib shunaqa chellengelar oling. Hozir esa bolalar Miller Brand magaziniga borib, sizlarga xohlagan butsi, kopta formalarini olib beraman. Ketdik. Davay! Xo'p, mana do'stlar, biz o'sha Miller do'koniga ham yetib keldik. Mana ikkita bratishkalar, mana bu xohlagan butsi tanlaydi, xohlagan kopta, bu bratishka xohlagan formasi. И oq futbolkadagi bratishkamiz ismini deylik, izohimizda. U kela olmadi, chunki uydagilar chaqirib qoldi. Shuning uchun unga ham o'zim olib turib, shaxsan o'zim topshiraman. Xo'p, mana do'stlar, biz magazinda bratishkamiz xohlagan multi koptani oldi. Bu chempion bo'lgan ukamiz Efelli, xohlagan butsi, yana formaga Santos и oq futbolkadagi bratishka kela olmadi. Men aka menga Ronaldoning любой bitta formasi olib oling deydi. Shuning uchun mana Ronaldo Portugaliya yangi formasini mana bratishka o'zim berib qo'yaman, обязательно. Xo'p, do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha bizni maksimalni podдержка qilinglar. Bu biz uchun juda muhim. Mana shu videoga maksimalni like bosinglar va kommentariyada обязательно yozib ketinglar. Keyingi mahalla qaysi bo'lishini keyingi videoda ko'rishguncha.